9 oy oldin qo'yganingni o'xtar. O'timi. Qo'limni uchiga qo'ymadim. Aka qancha bo'ldi qo'yganiga? 9 oy. Rafa akamga aytsang kecha ertalab qo'ygan edi, bugun ertalab qo'yadi deydi. Shuncha aytaman. Bunday qilay. Buni tomonga qarab tortamiz. Buni oyog'i tomonga qarab tortgan, biz buni bu tomonga ko'tini yirib ochamiz. Bo'ladi shunda. Давай, pastga qarab o'tirib ol, ha? Mana shu chiqsa ketgani bo'ldi. Ha, pastga tortinglar endi. Pastga tortinglar kallachi. Qani ular? Bola ko'karib ketib qolsa. Давай, hamma oyoqqa yopishsin. Ha, oyoqqa ketdi. Jaga kerak emas endi. Jaga kerak emas endi, jaga kerak emas, bo'ldi. Oyoqmi bu? Ha, oyoq. Ketdi. Qani aka, qoching. Qochtiring. Davron? Qo'yar kana. To'xtanglar, bo'ldi endi. Bo'ldi, to'xtanglar endi. Mol endi o'zi sekin, nima bitta. Ya'ni Ey, kadrda olib kelma. Kadrda chiqsin yoniga. O tarafda. Mana og'izdan chiqadigan narsani ko'ringlar, mana bunday qilish kerak mana. Bu yutib yorganda bu suvni. Ko'ryapsizmi? Buzoq holat zo'r. Mana qarang, ichida. Yutib yorganda chiqadi. Ha. Qalaysan? Xudo xolasi zo'r. Davay, ketdi endi. Yana. Ana og'izdan tushayotgan narsani qara. Davay. Yana jini tortinglar, yana tushadi. Sal. Bo'ldi, to'xtanglar. Mana og'izdan tushmasin. To'xtanglar. Ha, suv dimi qilib qolibdi-da bolamiz. Davay, ketdi. Tushirib olaveramizmi? Ha, sekin faqat. Sekin. To'xtanglar, yana bir ko'rib oling. Ey, dot. Davay, bo'ldi. Chiqding endi. Nega tortmayman? Endi jin turroq tortadi, turroq. Ha. Turlab, ha. Buzuvcha. Bo'ldi, turgizib olinglar bo'ldi. Chodinglar. Chop. Buni kelib qo'y. Qani, yig'rat. Hammaga shunday mollar yaxshi qilsin, buzuvni qaranglar. Ey, taroziga ham biz tortib ko'rardik. Qanday yerda tushmasin mana. Bir keladi bo'lsa. 53 kilo. 53 kilo. 53 kilo. 52 deyman. Bo'ldi. O Choyshabaga bir 2 kilo chiqarib 51 kilo to'libdi. 52 kilo. Obunachilar 51 kilolik mol tug'dirdi. Akamizni mollar bilan urib qo'yib berganmiz. Yo'q, salafan yo'q. Bo'ldi. Enasini ham, bolasini ham ahvoli zo'r. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.